Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Alakaziya arma turini perisadka qilamiz. Bu gulim holda turadi. Buni ikkiga bo'lib, yog'och qismini va ust qismini alohida qilib o'stirmoqchiman. Sababi buni yoz bo'yi yaxshi qaragan bo'lsam ham, balki namlik pastligi uchundir, yaxshi o'smadi. Bugun olganimda yana ikkita arma oluvdim. Ular juda ham yaxshi unib o'syapti, lekin bu gulim nimagadir o'smadi. Mana kesilgan joylarini koritsa bilan ishlov beramiz, sababi chirimasligi uchun, bakteriyalardan, zarar kunandalardan himoya qilish uchun. Bu gulni sotib olayotganda bu gulni yoshi kattaligini sotuvchi aytuvdi, men e'tibor bermaganman. Mana bu yog'och qismi borligiga e'tibor bermaganman. Narigi ikkitasida yo'q edi. Mana ishlov berib oldik. Endi ildizlarini eski gruntidan tozalab olamiz. Alakaziyalar tuganaklar bilan ko'payadi. Hozir ildizlarni tozalash jarayonida tuganaklar chiqsa, ularni ham yoniga ekib qo'yamiz. Mana yondagi bolasi ham shu tuganak orqali ko'paygan. Ildizlari juda zo'r emas, lekin ildizi bor. Mana yog'ochlashgan qismida ham qanaqadir bo'tgan joylari bor. Endi buni qaytib ekib jarayonda kutaman. Qanday o'zgarishlar bo'ladi, balki tuganagidan o'sar, balki o'sha bo'rtib turgan joylaridan shoxlar, uni bilmayman, bu tajriba men uchun. Mana tuganaklar chiqib qoldi. Mana ajralib ham chiqdi, sekingina tekkanimda ham ajraldi. Mana yana bitta bor ekan. Bularni demak ko'payish usuli shu mana tuganaklar orqali bo'ladi. Mana ildizlarni tozalab oldim. Ildizlarning tagi qismida chirish prosessi borga o'xshadi. Pichoqlarni albatta spirt bilan ishlov beramiz. Yo'q, ildiz chirimagan ekan. Buni ham koritsa bilan ishlov beramiz. Xotirjamlik uchun. Koritsa bu stimullaydi ham, o'sishni ham, bakteriya va zarar kunandalarga qarshi ta'siri bor. Mana ildiz tayyor. Endi buni tuproqqa ekamiz. Tuprog'im universal tuproqqa yengil bo'lishi uchun yana vermikulit, sialit, asmakot qo'shdim. Tagiga esa drenaj sifatida pulkakdan foydalandim. Albatta ko'mir qo'shdim, yaxshigina miqdorda. Mana bolasini ham ekib oldim yoniga. Yana ikkita chiqqan tuganakni ham ekib qo'ydim. Albatta buni kutamiz. Suvning ichida ko'paytirsa ham bo'ladi. Tuganaklar suvning ichida ham nish otib unib o'sadi. Lekin men tuproqqa ekdim. Mayli, onasi bilan birga bitta tuproqda o'ssin deb. Mana bu yog'i ham tayyor bo'ldi. Endi tepa qismini, mana qurigan barglarning atrofini estetik jihatdan yaxshi bo'lishi uchun, chiroyli bo'lishi uchun qirqib tashlaymiz. Mana tayyor. Endi buni suvga solib kutamiz. Qani ildizlaydimi yo'qmi? Bu albatta tajriba va natijasi bilan albatta sizlar bilan ham bo'lishaman. Mana tayyor. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa,